Endi tayyorlagan kotletlaringiz siz xohlagandek chiqadi. Bismillah deb ishimizni nonni sutga cho'miltirishdan boshlaymiz. O'rtacha yog'li qiymamizga piyoz, non, chesnok va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Men qo'y va mol go'shti aralash qiyma ishlatdim. Tayyor qiymamizni go'sht maydalagichdan qaytadan chiqarib olamiz. Qo'limizni kamgina yog'lab kotletlarimizga shakl berishni boshlaymiz. Men hammasi bir xil chiqishi uchun 100 grammdan o'lchadim. Ana endi o'rta olovda ikki tarafini qizartirib qovurib olamiz. Har bittasini ustiga sariyog' qo'yib, yoniga dungan va pomidorni qo'shimcha qilib, qizib turgan duxovkada 20 daqiqa pishirib olamiz. Bu orada garnir tayyorlab olamiz. Guruchimizni sariyog' va zaytun yog' aralashmasida yaxshilab qovurib, tuz va suv quyib 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Pishgan guruchimiz ustidan jo'xorilarni solib aralashtirib olamiz. Vitaminlarga boy salat tayyorlab, taomimizni chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Albatta tayyorlab ko'ring, yeganlarga shifo bo'lsin.